Assalomu alaykum, hurmatli uyushma taqdimoti uchun yig'ilgan uyushmamiz a'zolari hamda bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan qadrli kuzatuvchilar. Bugungi taqdimotimizning umumiy maqsadi nima va nima sababdan tashkil etildi? Bugungi taqdimotimiz uyushma a'zolari hamda bizni kuzatuvchi, bizning faoliyatimizga qiziquvchi kuzatuvchilar uchun maxsus vazifalar, maqsadlar, ichki tuzilma, koordinatsiya haqida ma'lumot beradi. Loyihamizni birinchi bosqichi may oyida boshlanib, aynan bugunga kelib tugadi va bugungi taqdimotni o'tkazganimizdan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichda nimalar bo'ladi? Ya'ni ikkinchi bosqichdan biz faoliyatimizni boshlaymiz desak, noto'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqich targ'ibot, ikkinchi bosqich esa faoliyatni tizimlashtirish. Demak, bugungi taqdimotimiz haqida va uyushmaning umumiy maqsadi, faoliyati, koordinatsiyasi va tuzilmasi haqida birgalikda biz, ya'ni jamoamizning, uyushmamizning ish yurituvchi koordinatori Doniyor Bahodiyev bilan birgalikda sizlarga ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli uyushma a'zolari va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib turgan kuzatuvchilar. Bizning bugungi yig'ilishimizdan asosiy maqsadimiz uyushmamizning tashkil topishi va bizlarni bir ishlash turganimizning asosiy maqsadi haqida gaplashyapmiz. Ya'ni uyushma nega kerak? Uyushma, ya'ni bizning hozirgi uyushmamiz nima sababdan kerak va biz nima uchun uni kengaytirmoqchimiz? Bizning maqsadlarimiz yoshlar o'rtasida yangicha kreativ ilmiy muhit yaratish, yoshlar uchun erkin ijodiy tuzilma yaratish, mukammal jamiyat rivojiga hissa qo'shish. Va bularning hammasi yoshlar uchun, o'sib kelayotgan yosh avlodlar uchun. Vazifalar, bularga kiradigan asosiy vazifalarimiz milliy ma'naviy dunyoqarashni media orqali boyitish. Va barcha media orqali boyitish nimaligini bizlar tushunsalarimiz kerak. Sababi hammamiz hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanyapmiz. Har birimiz qo'limizda smartfon, telefon, kompyuter, shunga o'xshash qurilmalar juda ko'p va bemalol bu narsalarni boshqalarga targ'ib qila olishimiz mumkin. Ya'ni bizning ma'naviy va ma'rifiy dunyoqarashimizni media orqali rivojlanish, ya'ni yangi insonlar kengaytirish, yoyish uddalay olamiz. Ma'rifatparvarlik, jadidlar, kitobxonlik targ'iboti. Bizni yo'qolib borayotgan O'zbekistonda yo'qolib borayotgan kitobxonlik, ma'rifatparvarlik, jadidlik. Bular juda ham sust. Ya'ni qanday? Bunday olib qaraganda hozirgi kunda ko'chada kitob o'tirgan bo'lani ko'rmaysiz, lekin qo'lida katta smartfon yoki planshet ishlab o'tirgan bolani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Biz hozirgi kunga kelib narsa juda ham rivojlanib ketdi, ya'ni texnikalar asri bo'lib qoldi va birinchi asr. To'g'ri, zamon bilan hamnafas bo'lish kerak o'z o'rnida. Lekin kitobni, ma'rifatparvarlikni tashlab qo'yish ham kerak emas. Yoshlar muammolarini o'rganish va tadqiqotlar. Yoshlarda bo'layotgan kechinmalar, ularni, ya'ni hozirgi kunda ko'p yoshlar o'z qobig'i o'ranib olib, o'zi bilan o'zi bo'lib qolayotgan, oldingiday holat yo'q. Hamma masalan ijtimoiy tarmoqlardan, telefonlardan foydalangandan keyin yoshlar o'zgardi. Judalar o'zgardi. Biza o'shanga tadqiqotlar o'tkazib, ularni dunyoqarashini o'zgartirishga, ya'ni harakat qilamiz. Xo'sh, imkoniyatlar. Ya'ni bizning uyushmamizning imkoniyatlari, erkin fikrlash. Har bir inson erkin fikrlashga haqqiga ega. Har bir inson o'z erkin fikrlay oladi va fikr almashish zonasi. Bizda erkin fikrlash va fikr almashish zonasi mavjud. Masalan, men o'zimning shaxsiy fikrim bor va Bekzodning o'zining shaxsiy fikri bor. Men o'z shaxsiy fikrimni Bekzod bilan almashishim mumkin. Bezorilikdan xoli bo'lgan muhit.
Bu asosiy. Ya'ni hozirgi kunda narsa bilmadim endi hozir shaharlardan, qishloqlardan aynan qayerda ko'pligini bilmadim, lekin bezorilik ko'payib bormoqda. Bu nimadan keladi? Nimadan kelib chiqishi mumkin deb o'ylaysiz? Bezorilik muhiti, ya'ni bezorilik deganda bu faqat zo'ravonlik emas, bu tarbiyasizlik muhiti. Tarbiyasizlik, ya'ni to'g'ri tarbiya tamoyillariga asoslanmasdan tarbiya berish, ota-onaning noto'g'ri tarbiya berish orqali shakllangan muhit. Bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri. Va nimadan bo'lishi mumkin? O'quvchilarni, ya'ni yoshlarni bo'sh vaqt ko'p bo'lishidan. Ha. Asosan bo'sh vaqt juda ham ko'p. Yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish. Ya'ni bizning uyushmamizda yangi bilim olish, yangi ko'nikmalarni egallashi mumkin. Ma'lum jamoaga mansublik pozitsiyasi, ya'ni bizning jamoamizni o'z o'rniga ega bo'ladi. Jamoaning o'z o'rniga ega bo'ladi. Jamoa a'zolari, ya'ni ma'lum bir ijtimoiy muhitga mansubligi sababidan ham o'zida mas'uliyat his etadi va o'zini ma'lum darajada dunyoqarashini kengaytirish imkoniga ega bo'ladi. Tadqiqotlar, ya'ni uyushma o'tkazadigan tadqiqotlar, ijtimoiy tadqiqotlar, insonlarda turli tajriba va so'rovnomalar, ilmiy ma'naviy tadqiqotlar, ma'lum adib, tarixiy shaxs, ta'lim va texnologiyalar haqida munozaraviy tadqiqotlar. Ijtimoiy tadqiqotlar insonlarda bo'ladigan kechinmalar, insonlardagi holatlarni va ular bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlar va ular haqidagi suhbatlarni, so'rovnomalarni olamiz. Ilmiy ma'naviy tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, fanlar haqida, ya'ni dunyodagi bilimlar, ilm ma'rifat, rivojlanayotgan innovatsion loyihalar, IT misol keltirsak bo'ladi. Hozirgi kunda. Hop, uyushmaga bo'ladigan to'siqlar, ichki ishonchsizlik. ya'ni ichki ishonchsizlik bu jamoaviy birlikning susayishi, jamoaviy jumladan birgalikda ishlash ishtiyoqining susayishi, jamoa birlikning tushib ketishi bu yuqori xavf. Hop, keyingisi ijtimoiy muhit. Bizga eng kerak bo'ladigan narsa bu bizning ijtimoiy muhitimiz. Hop, muhit nima va qanday ta'sir ko'rsatadi? Hop, muhitga keladigan bo'lsak, ijtimoiy muhit. Boshlayman. Ijtimoiy muhit. Jamoamizning ijtimoiy muhiti o'zi bo'ladi, lekin biz avval tushunib olishimiz kerakki, ijtimoiy muhit o'zi nima? Muhit bu ma'lum bir jamoaga tegishli bo'lgan va o'sha jamoa a'zolariga ta'sir ko'rsata oladigan jamoaviy xarakter. Ya'ni biz shu jamoaga qabul kirdikmi, shu jamoaning muhitiga kirib ketamiz. Biz ham tadqiqotlar uyushtiramiz, yangi qo'shilgan jamoa sifatida, a'zo sifatida kirgan odam ham bizning taqdimotlarimizga, ma'lumotlarimizga nazar tashlaydi va bizning muhitimizga kirib ketadi. Aynan shu narsa haqida gap ketyapti. Muhitning davlat va jamiyatdagi ahamiyati. Bu yerda bir ma'lumot keltirib o'taman. James Robinson nomli insonning Mamlakatlar tanazzuli va sabablari nomli kitobida jamiyat tuzilmalarini ikkiga bo'ladi u inson. Jamiyat tuzilmalari. Ya'ni bu yerda jamiyat tuzilmalarini va jamiyatni harakatga keltirib turuvchi qandaydir tuzilmalar. Bunga misol qilib fuqarolik jamiyatini, ya'ni masalan O'zbekiston hududida nodavlat notijorat tashkilotlarini, fuqarolik tashkilotlarini hamda davlat tashkilotlari, davlat qo'mitalari, davlat huzuridagi hokimiyatni ham tuzilmaga misol keltirish mumkin. Ya'ni chunki ular bizning jamiyatimizni harakatga keltirib turuvchi omillar. Endi James Robinson jamiyat tuzilmalarini ikkiga bo'ladi: ijobiy va salbiy. Intensiv va ekstrinsiv shunaqa edi. Ijobiy deymiz intensiv. Va salbiy. Ijobiy yaxshi, salbiy yomon. Ijobiy institutlar mamlakatdagi aynan mana shunday ijobiy munosabatlarni,
kreativlikni, yangi g'oyalarni, yangicha taraqqiyot g'oyalarini, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan tuzilmalar. Jumladan, masalan, yoshlar uyushmasi, bizning yoshlar uyushmasi yoki yozuvchilar uyushmasi aynan O'zbekiston shoirlarini qo'llab-quvvatlash orqali yangi bir imkoniyatlarni beradi. Ijtimoiy, ijodiy imkoniyatlarni taqdim etadi yoshlar yozuvchilar uyushmasi. Bu ijobiy institut. Biz bunda umuman teppa-teskarisi, ya'ni bunga zid bo'lgani. Shunchaki bo'ladi, salbiy so'zlarimiz anglab yetish oson. Salbiy institutlarga oddiy qilib, misol uchun, ma'lum bir hududdagi bezorlar guruhi, ya'ni bezor insonlar yoshlarga o'zini ta'sir ko'rsatadi, qanaqadir masalan, nomaqbul so'zlardan foydalanish orqali yoshlarning tarbiyasini buzishi yoki oxirgi paytlarda o'zbek mediasidan joy olgan qanaqadir bir notarbiyaviy, axloqsiz videoroliklarda aks etgan jamiyatning eng yomon taraflari jamlangan tuzilmalar, ya'ni salbiy institutlardir. Biz Taraqqiyot yoshlar uyushmasi aynan ijobiy institut bo'lishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buni qanday qilamiz? Biz qanday muhit yaratamiz? Biz tuzilmamiz o'zi murakkab tuzilmaga ega, ya'ni qanday tuzilma? Bizning uyushmamiz, o'z kengashimiz mavjud va o'z kengashimizda jamiyat muammolari, yoshlar muammolari, jamiyatda muhokama qilinayotgan turli mavzular hamda biz uchun juda kerakli bo'lgan jadidshunoslik, kitobxonlik, tarixshunoslik, kreativlik muhitini yaratish orqali biz yangi imkoniyatlarni yoshlarga ochamiz. Ya'ni xuddi boya aytib o'tganimdek, yangicha, yangilikka intilish, ya'ni jadidlar, ma'rifatparvarlik, kitobxonlik, ya'ni kreativlik, bularning hammasiga biz ijobiy institut yo'nalishi orqali ketmoqchimiz. Bir narsaga bir ma'lumot berib o'taman shu yerda, men o'ylayman, agar kimdir tarixiy biror bir insonni chuqur o'rganadigan bo'lsa, uning ijodini, harakatlarini, xatti-harakatlarini, xarakterini chuqur o'rganadigan bo'lsa, u insonning ruhini o'z qalbida qayta tiklaydi. Agar biz ham jadidlar yo'lidan ketadigan bo'lsak, jadidlar mavzusini ko'proq o'rganadigan bo'lsak, ularning qilgan ishlari yozgan ijodiy ishlarini o'rganib oladigan bo'lsak, bizning qalbimizda ham yangi jadidlar ruhi uyg'onadi. Eng avvalo bitta kirib ketish kerak deb o'ylayman. Ya'ni jadidlar, jadid so'zi, ular kimlar, ma'lum bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya to'g'ri, bilim bor. Aynan o'zimiz uyushmamizdan tashqari yana boshqa bilim, ya'ni boshqa mediaga ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarga ham ketadi. Ularga ham masalan jadidlar haqida. Chunki oddiy umum tarbiyaga bu narsa o'tilmaydi. Bizga tushuntirilgandek ularga tushuntirilmaydi. Jadidlar kimlar? Ular qanday inson bo'lishgan? Va ularning nima uchun biz aynan jadidlarni ovoz-so'raymiz? Amir Temur emas, Bobur Bobur emas, aynan jadidlarni ovoz-so'raymiz. To'g'ri, biz anamizga Zahiriddin Muhammad Bobur ham, Amir Temur ham hammasini ijobiy an'analar kiritilgan, lekin aynan jadidlar yoritilyapti hozir. Shu haqida sal ozroq ma'lumot to'liqroq Xullas, jadidlar 20-asrda yashab o'tgan, o'zbek jamiyatini mukammallikka olib chiqish istagida bo'lgan ma'rifatparvarlar jamiyati edi. Ya'ni ular o'zlari ijod qilishgan, birgalikda jamiyat muammolarini yechishga harakat qilishgan va oxir-oqibat Sovet hukumati tomonidan qattiq ta'ziyat ostiga olingan va o'limga hukm qilingan insonlar. Aynan o'sha vaqtda nimaga Sovet bo'ldi? Chunki biz o'sha vaqtlari Sovet ittifoqiga qaram bo'lgan vaqtda biz o'sha Sovet ittifoqidan ozod bo'lish uchun harakat qilgan jadidlarimiz. Bizni o'sha Sovet ittifoqidan chiqarib, alohida davlat bo'lishga, davlatchiligimizni, o'z huquqlarimizni, millatimizni, o'z qadr-qimmatimizni saqlashga harakat qilgan. Saqlash olib borishgan. Jadidlar mavzusi. Ya'ni bir ma'lumot keltirib o'taman. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Sovet hukumatiga qarshi chiqadiganlar qolmadi. Ular qatag'on qilingandan so'ng jadidlar qatag'on nomi bilan tanilgan. Ya'ni Stalin qatag'on mashinasi 1934-yilning 4-oktyabrida barcha jadidlarni otib o'ldirib tashlaydi,
Toshkentdagi jadidlar bog'i o'rnida hozir jadidlar bog'i tashkil etilgan, otib tashlaydi. Juda ham qattiq qonli voqealar bo'ladi o'shanda. Ayniqsa Usmon Nosir Sibirga jo'natiladi, qolganlari otib tashlanadi. Bu juda ham ayanchli holat edi. Ana shu holatdan keyin o'zbek jamiyati ham qo'rquv ostida qolib ketdi va aholining, xalqning ma'naviy tafakkuriga anchagina ziyon yetdi. Aynan ana shu qo'rquv orqali o'zbekni sota boshladi. Mana shu haqida gap boshlasa. O'zbekda deymiz, qarang o'zbekda deymiz. Oldindan bo'lgan munosabatdan keyin hozirgi kunda bu narsa bor. Hozirgi kunda ham bor. Jadidlar masalan o'sha paytda bizlar uchun harakat qilgan, lekin oradan bir ikki quloq degan o'sha paytda nom bo'lgan, qo'yroqda quloq degan insonlar bo'lgan. Ya'ni ular Sovet ittifoqi uchun quloqlik qo'ygan. Xuddi shunday. Aynan. Jadidlarni u sotgan. Ko'cha tilida, oddiy tildagi, masalan, gapirish uchun, badiiy tilda gapira olmayman. Oddiy o'zimiz tushunayotgan qishloqcha gapiraman, tushuntiraman. Jadidlarni shunchaki borib sotgan. Qanday manfaat uchun. Bugungi kunga kelib biz mustaqilligimizga erishdik, aynan jadidlarimiz istagan mustaqillikka erishdik va endi bizga jadidlarning muhiti juda ham kerak. Aynan shu muhitni biz yaratamiz. Shu muhitni, o'zimizning mukammal muhitimizni qanday yaratamiz? Aslida har bir jamoalar ko'p, lekin ularning qanday qilib muvaffaqiyatga erishishi, qanday qilib yetuk marralarni qo'lga kiritishi, marralarga erishishi bu masala. Xo'sh, biz qanday qilib yetuk marralarga erishamiz, yuksak marralarga, cho'qqilarga erishamiz? Muhitni qanday yaratamiz? Bu uchun bizga aynan uyushma a'zolari uchun jamoaviy mukammal kayfiyat kerak bo'ladi. Ya'ni qanday? Uyushma Sovetdan qolgan, o'sha kursinga rasmiyatchilik, yolg'on bayonotlar, avtoritarizm va turli nomuvofiq xatti-harakatlarni qoralaydi hamda ijtimoiy demokratik tamoyillar, ochiq-oshkoralik, yaratuvchanlik, milliylik, adolat va haqiqatparvarlikni barchasidan ustun qo'yadi. Uyushmani loyihashunoslik, kreativlik, notiqlik, ijod asosida qurib, eng rivojlangan mamlakatlar yoshlari dunyoqarashdan kam bo'lmagan tafakkuriy muhitni yaratamiz. Aynan shu orqali butun auditoriyaga ega bo'lamiz, katta auditoriyaga ega bo'lamiz. Endi bizning faoliyatimizni ijtimoiy tarmoqqa yoritish orqali keng jamoatchilikka tanilish asosiy masalalardan biri. Ya'ni uyushma faoliyati ijtimoiy tarmoqda yoritiladi. Ya'ni uyushma a'zolari tayyorlagan ijodiy ishlar, milliy ma'naviy roliklar, shuningdek jadidshunoslik, kitobxonlik targ'ibotlari, bahs munozaralar keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Xo'sh, faoliyat haqida faoliyat shu darajada saviyali bo'lishi kerakki, hattoki video sifati yaxshi bo'lmagan holatda ham uning saviyasi sifatliroq bo'lishi kerak. Faoliyat. Uyushma kengashida yoshlar muammolari, ijtimoiy mavzularda munozara, fikrlar almashinuvi va tahlillar. Uyushma kengashida yoshlarning muammolarini o'rganish, ijtimoiy mavzularda bir-birimiz bilan asosan munozarada bo'lishimiz kerak. Ya'ni munozara degani qanday? Bir-birimiz bilan suhbatda, bir-birimizni qo'llagan holda munozarali, bahsli holatlar o'tkazishimiz kerak. Ya'ni bir-birimiz bilan fikr almashishimiz. Fikr almashinish bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, ijtimoiy ma'naviy kontentlar, videoroliklar, munozara va tahlillar, qisqa roliklar. Qisqa kontentlar, ya'ni hayotdan ko'rib chiqqan, ko'rilgan narsalar. Kichik videoroliklar, hayotda bo'ladigan, ro'y beradigan hodisalar haqida. Ya'ni ularda kichik videoroliklar, kontentlar qilib, ular haqida munozara va tahlillar qilib bo'lsa bo'ladi. Tadqiqotlar, ilmiy ishlar, ijodiy ishlar, tanlov va ijtimoiy tadbirlar o'tkazish. Barcha muhim tadqiqot va ijodiy ishlarni to'plab kitob tayyorlash. Ya'ni bizlar faqatgina shu kontent olib, video olib, mediaga chiqarish emas, boshqa joylardan tadqiqotlar, boshqa joylardan ilm ma'rifat izlashimiz, ilmiy ishlar qilishimiz, ijodiy ishlar qilishimiz,
tanlov ijtimoiy tadbirlardir, ya'ni tadbirlar, ko'rgazmalar o'tkazishimiz shart. Barcha muhim tadqiqot ijodiy ishlarini ko'plab kitob ishlarini to'plab kitob tayyorladi. Va biz shu hayotimiz davomida borayotgan mana shu uyushmada faoliyatimizda bo'lgan ijodiy ishlar, tahlillar, hammasini to'plagan barchasini to'plab kitob tayyorlashni jurnal shaklida bir kitob tayyorlashimiz ehtimoli yuqori bo'ladi. uyushma faoliyatini keng ijtimoiy tarmoqqa yoyish, ya'ni xuddi biz hozir aytayotgandek, media sohasini keng yoritish yoyish uchun barcha davlat choralarini ko'rish, ijtimoiy faollik orqali ko'proq tanishish. Ya'ni biz jamiyatimizni, o'zimizni shaxsiy jamiyatimizni kengaytirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamda foydalanishimiz zarur. Ya'ni bizga berib qo'yilgan, faqat undan to'g'ri foydalana bilishimiz zarur deb o'ylayman. Undan foydalana bilishimiz kerak. Demak, bizning faoliyat tuzilmamiz, ya'ni bundan avval bir marta tahliliy munozara o'tgan ekanmiz, ya'ni parvoz loyihasi bilan qo'shilish-qo'shilmaslik bo'yicha ko'pchilikning esida bo'lishi kerak, ya'ni birinchi favqulodda kengash nomi bilan. Bu asosan uyushmamiz bir anosida bo'lishi mumkin. Tuzilmasi, harakatlantiruvchi tuzilma. Uyushma ijtimoiy onlayn bo'ladi yoki offlayn hozirgi. Ilmiy tahliliy munozaralar. Ilmiy tahliliy munozaralar, tahlillar. Ya'ni biz asosan ilm faniga ko'proq e'tibor qaratgan holda tahlil qilamiz, kengashda tahlil qilamiz yoki misol uchun kitoblarni yoki jamiyatdagi yoshlarning muammolarini tahlil qilamiz. Shu orqali yangi muammolarning yechimlarini izlab topamiz va ya'ni bitta kalla yaxshi, bitta kallada yaxshi dedik-ku. Shunday qilsa bo'ladi. Jamoaviy fikr almashinish orqali tahlillar bu juda ham katta ma'naviy kuch beradi. Yoshlarning muammolarini bartaraf etish uchun, masalan, bitta shaxs o'zi bartaraf etolmaydi. Ya'ni yordam so'raymiz bundan. Uyushma shu uchun ham kerak. Ya'ni uyushma orqali biz bir-birimiz bilan suhbat qilgan holda, ya'ni bir kishidan bunaqa fikr chiqdi, ikkinchidan boshqacha fikr chiqdi. Har bir inson o'z fikri, o'z dunyo qarashiga ega. Bir joyda o'tirib tahlillar bilan cheklanmaymiz, biz tadqiqotlar ham uyushtiramiz. Tadqiqotlarga nimalar kiradi? Ya'ni ijtimoiy jamoatchilik bilan so'rovnomalar o'tkaziladi yoki qanaqadir psixologik yoki shaxsiy rivojlanishga oid jamoat a'zolari yoki volontyorlar o'rtasida tadqiqotlar o'tkazish, tajribalar o'tkazish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishimiz va ommaviy axborotga taqdim etishimiz orqali bizning ma'naviy kengligimiz oshadi. Hamda ijodiy ishlarimiz orqali ham, ijodiy ishlarimizni yoritish hamda uni jamlash orqali ham biz faoliyatimizni davom ettiramiz. Faoliyatimizni yuritamiz. Ijodiy ishlarda bizda ijodiy ishlar koordinatori mavjud. U Sarina Hakimova nomli talaba Nukusdagi Davlat konservatoriya institutining Nukus filialida talaba bo'lib ishlaydilar. Aynan shu kishi orqali o'qiydilar. Shu kishi orqali biz o'z ijodiy muhitimizni yaratamiz. Ya'ni jadidlar ham avvalo ma'rifatparvarlik, ya'ni ular yozuvchilik bilan shug'ullanishgan, shoirlik bilan shug'ullanishgan, mana shu jihatlarga ham katta e'tibor qaratgan holda jamiyatni ma'naviy ongini rivojlanadigan ijtimoiy ishlar, ijodiy ishlar, kontentlar boshqalarni yaratamiz. Mana shu bizning faoliyatimiz tuzilmamiz. Sizlar bilan birlashmoqchi bo'lgan narsalarni shulardan muayyan. Uyushmamizga qo'shiling, uyushmamizga siz taklif qilamiz hammangizni. Bizning kuzatib turgan ijtimoiy tarmoqdagi barcha yoshlarni yoshlar uyushmasiga taraqqiyot yoshlar uyushmasiga qiziqishlarini oshirishlarini va bizga kelib qo'shilishlarini so'rab qolgan bo'lamiz. Bizning loyihamiz juda ham katta e'tibor, katta vaqt talab etmaydi. Va o'zlaringiz yana eshitib turibsizlar. Biz o'zimiz faoliyatimiz va bu uyushmada bo'ladigan qanday ma'lumotlar, muzokaralar hammasi haqida sizga bayon etdik.
Xo'sh, endi qo'shilish, qo'shilmaslik haqida keladigan bo'lsak, bu menimcha agar men sizlarni bilmadim bo'lsam qo'shilgan bo'lardim. Chunki o'zim qo'shilgan emas. Bu interesda hozir turibdi, ba'zilar o'ylaydi, bunday yana baribir rektorlar chiqarlar gapiradi. Ana internetda endi hamma o'zichanoqlar-ku. Qanaqadir anaqa chingizni gaplari yo'q, baqa Iskandar Magdalevskilar bo'lar-ku, gapira haqincha so'kinib gapirib chiqadi. Unga qiziqqandan ko'ra mana shu narsaga qiziqsa yoshlar u bo'lyapti, yoshlar bu bo'lyapti deb bir ikkita blogerlar chiqadi gapirib, yo'q bo'lmasa kontent mekerlar chiqadi gapirib, har xil gaplar. Mana biz yoshlar qilyapti shu narsani. Har qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni bizlar qo'llab-quvvatlaydiganlar bordir. Yuqoriroqlar. Biz masalan o'zimizni uyushmamizni tashkil etdik. Bunga yoshlarni jalb qilish uchun media tayyorladik. Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamiz buni nasib bo'lsa yaqin kunlarda. Ya'ni uyushmamiz kelib qo'shildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, YouTube, Instagram har bir ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatimizni yuritib boramiz. Har bir ijtimoiy tarmoqda o'z faoliyatimizni yuritib boramiz. Shunchaki yoshlarni bizlar bo'sh vaqtini unumli foydalanish kerak. Vaqt o'tadi, ketadi. Bundan foydalanib qolish bilish bu o'zizga bo'lgan. Keyimizdan bir narsa. Janob Tanyoq Bahodiyevni taqdirlashimiz kerak bizlar. Bizning faol a'zomiz, juda ham faol a'zomiz, bu taqdimotni tayyorlashda bizga juda ham katta ko'mak bergan a'zolardan biri Tanyoq Bahodiyev. Aslida avvaldan jamoaning, uyushmaning ish yurituvchi koordinatori lavozimiga saylangan edi. Aynan bugun buni topshirish va e'lon qilish kelgan edi. Tayinlov. Ushbu tayinlov faol va iqtidorli jamoa a'zosi Doniyor Bahodirov janoblariga uyushmamiz taraqqiyoti va samaradorligini oshirishda o'zining kreativ g'oyalarini namoyon etgani uchun ish yurituvchi koordinator uyushma harakatini yurgizish lavozimini topshiramiz. Mas'uliyatni o'z bo'yimga olaman. Mas'uliyat bilan yondashaman. Keyin bizda yana bir boshqa lavozim taqdirlov bor edi. U kishi uzoq masofa bo'lganligi uchun kelolmay qoldilar. Ya'ni Sirojiddinov Olmosbek, ya'ni uyushma bosh kotibiyatiga, ya'ni uyushmaning bosh kotibi lavozimiga saylanishlariga qaror buyruq bo'lib chiqqan. Ya'ni u kishi ham jamoaning ko'plab tadbirlarda o'zining faol g'oyalarini ilgari surgani sababli shu kishini sayladik. Barchaga